Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, bizning hurmatli podpischilarimiz. Mana Teplisamiz ham bitta, Allohga shukr, Allohga hamdlar bo'lsin. Bodringni ekib oldik akalar. Mana shunday qilib ekdik, xudo xolasa kecha ekdik, bir 2-3 kunda chiqib qoladi. Endi bu yog'iga biz mana shunday qilib yerlarimizni tekslab olib, mana tekslab oldik. Endi ko'chat qilish jarayonini ko'rsatib boramiz. Sizlar podpiska bo'lmay qolyapti. Tomosha qiluvchilar ko'p, yana kamayib qoldi. Har bir qilgan ishlarimizda sizlarga ulashib bormoqchimiz, ko'rsatib. Nima qo'yapmiz? Qanday ko'chat tayyorlaymiz? Bu yoqni ko'chat tayyorlashga qo'ydik. Xudo xolasa karim ko'chat tayyorlaymiz. Bizni kuzatib borsangiz, har kunlik ishni qo'yib boramiz mana. Manfaatli bo'ladi har bir dehqonlar uchun, mirishkor dehqonlarimiz. Bu yerga hozir mana shunday qilib torf, biogomus bilan torfni aralashtirib kasetaga yuklab boshladik mana. Ertaga xudo xolasa ko'chatlarni urug'lar tashlab boshlaymiz. Shu hozir mana jarayoni. Buni qanday aralashtiradi degan savollaringizga mana bu torfdan bir satil olasizlar mana bundan. Bir satil torf olasiz. Mana bu biogomus. Mana bu biogomuslar. Mana biogomusimiz ham chotki biogomuslarda mana. Zo'r biogomus, yaxshi ishlangan biogomus. Biogomusdan ham bir satil olasizlar. Bir satil olib, ikkalasini sunat bir ko'rsatda aralashtirishdi. Mana jam ko'rsatib beradi. Oladi. Mana bu torfmi pastdagi? Mana torf. Mana to'xtab. Mana torf o'zi bilsalaringiz mana. Farqi bor rangidan. Rangidan ham farq qiladi. Mana shu ikkalasini aralashtirish jarayoni mana. Bir satilga bir satil. Bir satil biogomusga bir satil torf. Bu degani birga bir. Endi buni aralashtirib. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday qilib aralashtirib kasetalarga qo'yib boshlaydi. Yaxshi, bu tayyor bo'lgani, bu tarafdagi tayyor bo'lgani. Mana shunday qilib kasetaga mana tayyor bo'lyapti. Bizni kuzatib borib, keyingi ertangi bosqichimizni erta qo'yib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Dehqonchiligimizga Alloh taolodan baraka tilab qo'yingizlar. Ishlaringizga omad.